17-tahlil. Demak do'stlar, ritmga baho berishlik kerak bo'ladi. Ritmni yozib qo'yamiz do'stlar. Ritm qorincha taxikardiyasi hisoblanadi. Hozir buni isbotlab chiqamiz. Ya'ni ventrikulyar taxikardiya. Xo'p, ikkinchisi yurak elektr o'qiga baho berishlik kerak. Yurak elektr o'qiga baho berishlik uchun mana birinchi standart tarmoqda baland ertishchaning borligi, 2, 3 va AVF tarmoqlarda chuqur eshitishchaning borligi yurak elektr o'qi keskin chapga siljiganligini bildiradi. Albatta do'stlar, qorincha taxikardiyalarda yurak elektr o'qi siljiydi albatta. Ko'p hollarda keskin o'ngga siljigan bo'ladi, lekin keskin chapga siljishlik yokida o'ngga siljishlik holatlari ham uchrab turadi do'stlar. Yozib qo'yamiz, keskin chapga siljigan. Uchinchisi, yurak qisqarishlar sonini topishlik kerak. Yurak qisqarishlar sonini topishlik uchun RR masofasi sanab chiqilishlik kerak bo'ladi. Ya'ni V6 tarmoqqa qaraydigan bo'lsak, mana ertishchamiz masofasi 1,5 ta katta katakka to'g'ri kelyapti. Bu degani 200 ta yurak urishi degani. 200 ta yurak urishi ko'p hollarda qorincha taxikardiyasini isbotlovchi dalillardan biri hisoblanadi. Ya'ni paroksizimal supraventrikulyar taxikardiyalarda do'stlar 160, 170 tagacha chiqadi xolos yurak urishlari soni. Ya'ni 200 taga chiqib ketdimi, biz buni qorincha taxikardiyasiga gumon qilishimiz mumkin bo'ladi. Yozib qo'yamiz. 200 taga chiqib ketganligi. Xo'p, 5-inchisi QRS kompleksiga baho berishlik kerak, ya'ni kengligiga baho beramiz. Va mana shu joydan V3 tarmog'idan hisoblaydigan bo'lsak, mana hisoblasak do'stlar 4,5 ta kichkina katakchaga to'g'ri kelyapti. Ya'ni 4 tadan ko'ra ozgina ko'proq 4,5 ta kichkina katakchaga to'g'ri kelyapti. Bu degani 180 millisekund degani. 180 millisekund. Do'stlar, 160 millisekunddan QRS kompleksining kengligi oshdimi, biz albatta buni qorincha taxikardiyasi deb qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 160 millisekunddan oshdi, biz uni qorincha taxikardiyasi deyishimiz mumkin bo'ladi. Va do'stlar, yana bitta e'tibor beradigan narsamiz, RR masofasi regulyar bo'ladi. Ya'ni QRS kompleksining masofasi regulyar bo'ladi. Misol uchun, AVL tarmoqqa qaraydigan bo'lsak, mana RRlarda hammasi regulyar ketgan, ya'ni 1,5 ta katta katakka to'g'ri kelyapti. RRlar regulyar, ya'ni ritm regulyar bo'ladi. Shunga ham e'tibor berib qo'yamiz, ya'ni ritm yozib qo'yamiz, regulyar. Regulyar. Keyingisi QRS kompleksiga V1 dan V6 gacha bo'lgan ko'krak tarmog'iga ahamiyat qaratishimiz kerak. V1, V2, V3, V4, V5, V6 ko'krak tarmoqlariga ahamiyat bersak do'stlar, QRS kompleksi, ya'ni QRS kompleksining ertishchasi bir tomonga qaragan bo'lishlik kerak. Hamma ko'krak tarmog'ida V1 dan V6 gacha yoki yuqoriga qaragan bo'lishi kerak, yokida pastga qaragan bo'lishlik kerak QRS kompleksining ertishchasi. Bunda hozir mana hammasida yuqoriga qaragan ertishchani ko'rishligimiz mumkin. Bu ham qorincha taxikardiyasining spetsifik belgilaridan biri hisoblanadi. Ya'ni ba'zi bir ekiglarda bu ertishchamiz pastga qaragan bo'lishligi mumkin. Hammasi xullas V1 dan V6 gacha konkordant bo'lishlik kerak bo'ladi. Ba'zi bir ekiglarda yarmi V1 dan V3 gacha yuqoriga yokida V4 dan V6 gacha pastga qaragan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan qorincha taxikardiyasini inkor qiluvchi belgi hisoblanadi.